Ha, o'rtoq, Maprotepani gapi to'g'ri chiqdi. Ikkita premiyani ham oldik, kartam bong'illab ketdi. Asan bitta Red Bullga ham eriganing-ku, Shehzod. Qanaqa Red Bull o'zi o'sha premiyalar hech narsaga yetgani yo'q, tugadi. Shuncha pulni nima qilding? Nima qilardim? Ro'zg'or, kunlik xarajatlar, bir ikkita kurslarda o'qiyman. O'shalarga pul to'ladim, yetgani ham yo'q, chirtin-pirtin bo'lib ketdi hammasi. Sen noto'g'ri yo'ldasan. Agar sen pulni boshqarmasang, pul seni boshqaradi. Moliyaviy savodxonligini oshirgin. Qo'ygan shunaqa gaplaringni. O'zichani ko'cha to'la motivatorlar bo'lib ketdi. Bittasan yetishmayapti deng o'zi, men kelib aql o'rgatadigan. Siz endi moliyaviy savodxon odamsiz-da. Mana bu ochki nech pulga olgansiz? Ha, bu ochkimi? Gucci bu. 250 dollarga olganman, mikrozaym qilib. Ha, telefonni nech pulga olgansiz? Ha, bu iPhone 17 Pro Max 1 teralik 2300 dollarga olganman, rassrochkaga. Bunisi rassrochka. Hozirni kelgan yangi Jeep bez nomerda keldingiz. U avtokredit bo'lsa kerak. Albatta. O'tgan oy Toshkent City'dan Navasroygadan uy oluvdingiz. U ipoteka bo'lish kerak kamida. Shehzod, hamma narsani bilasan-da. Ipotekaligini ham bilasan. Kanashni bilaman, o'zing aytganding-ku bu haqida. Bo'pti, uni qo'y. Sana boshimni qotirasan, moliyaviy savodxonlik deb. Bu oy ham ikkita bayram bor. Shunga premiya olarmikimiz? Qanaqa premiyani? 9-may xotira va qadrlash kuni. Keyin oy oxirida Qurbon hayit, shu bayramlarni aytayapman-da. Yo'q, Maprotepa menga indamadilar-yu. Unda to'xta, shu Maprotepadan shunda birro xabar olib keldi, chunki 17:09 da ularning budilniklari bor, jinglab ketib o'raldi uyga. To'xta, bilasan, har bitta kollektivda shunaqa bitta xodim bo'ladi, yeri tagida ilon qilmalasa biladi. Opa ham shunaqalardan-da. Ha, to'g'ri aytasan. O'zi har bitta kollektivda shunaqa BBC xodim bor. Men aniq bilaman, sizlarda ham shunaqa xodim bor. Bu videoni o'sha BBC bor xodim kollektiv gruppasiga tashab qo'yamiz. Ayroqa 18:00 bo'ldi. Opa liftda turgan bo'lsalar kerak o'sha. Ha, to'g'ri aytasan, aytgancha, men ayvotchi ham pulni to'lashim kerak hali.